تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات. Xo'sh, endi tuvanda amaliy shahid, amaliy misollarni keltiramiz qadrli qardoshlar. Amaliy misollar. Bir qarindishimizningki yurakda bir kasal maydonga kelib, buni shu yurtidagi butun doktorxonaga apagan barliq doktorxonadagi doktorlarning hammasi debdi-ki, bu bola chuqum chet elga chiqib, Yevropaga chiqib doktorluq taraqqiy qilgan bir davlatda davolanmasa, bu yerda bu davlatning ichida davolanishimiz, buni davolashimiz mumkin emas. Bu cho'ng bir operatsiyaga kirdi bu. Bu yerda davolanib bo'lmaydi bu deb tushunadi. Degandagi shuningda oxirida xulosa safar qilib, shu Yevropa davlatlaridan birisiga chiqibdi. Chiqib o'zininki shu tekshirish, birinchi qatimliq shu tekshirish bosqichiga kirish uchun shu karvatga yetib bo'lgandan keyin tekshirish karvatiga chiqib bo'lgandan keyin butun o'zining yurtida tekshirib barliq to'ldirgan tekshirgan butun qog'ozlarni olib kelishgandi. Shu akab shu karvatga chiqib tekshirish karvatiga o'ltirib karvatiga chiqib bo'lgandan keyin ko'zlari liq yoshga to'lib shuna debdi. Robbiga shu yerda shuna duo qildi. Ko'zlari taram yoshga to'kib bu yosh debdi-ki: "Ya Robbi, hazal qalbu min sun'ik va atamanna alla yuftaha va baka." Ey Rabbim, bu yurak sen yasagan yurak. Sen ijod qilgan, sen yasagan, sening yasagan yuraking bu. Rabbim, men buning ichilishini xohlamayman, ichilishini orzu qilmayman. İchilmasligini orzu qilaman Rabbim deb ko'zlariga yosh elib, yosh to'kib yig'labdi. Shuning bilan bu yig'lab bo'lgandan keyin birinchi qatim tekshirish boshlanib tekshiribdi. Tekshirsa ishlar hammasi joyida. Sap-saq chiqqan tekshirdi. Bu doktorlar hayron qilib, bu olib kelgan qog'oz hamma narsa qarasa, rasm tatiqliq hammasi kasallarning arxivlari butunlay qarasa, shunda chata xatarlik tug'an narsa. Bu qarasa bilgan, ammo tekshirgan vaqtda hech bir narsa chiqmagan. Bu tekshirish sap-saq chiqqan. Yana bir qatim bu nima deb teximmak jiddiy shaklda qonlarni har jihatdan tekshirib qilsa, butun bu yurak qon tomiri iliqib tiqilib qolgan, yurak bargan tiqilib qolgan butun tomirlarning hammasi butunlay echilib ketgan, shunda ravon hamma narsa joyida. Subhanallah. O'ylab boqayli. Kim ichib o'tgan buning qalbini? U tusilib qolgan qon yo'lini ichib o'tgan kim u? Kim uning qalbini shu kasalni joyiga akab qo'ygan, saqaytib qo'ygan? Kim u? Kimning qo'li shunday qildi? Allohu muhaymin. Robbimiz Alloh subhanahu va taolo qadrli qarindoshlar. Ana shu Robbimiz Alloh subhanahu va taolo. O'ylab boqayli, badanimizdagi o'zimizning bu yurak, böğrek xizmatdan to'xtab qolsa, böğrekimiz. Nima uchun to'xtab qoldi? Kim to'xtatib qo'ydi? Kim harakatlantirdi uni harakatlantirsa? Shu muhaymin Robbimiz qiladi. Shu hammani kontrol qiluvchi, hammani ko'zib turuvchi, hammani o'z o'quvchi, saquvchi shu Robbimiz qiladi buni. Shu narsani esimizda nihoyat mustahkam saqlashimiz kerakki, butun mingimiz, butun nervlarimiz, nerva, butun jigar, böğrek, qalb, o'pka, bütün kan tomirlarimiz, oshqozon, uchay, badanimizdagi barliq a'zo, quloq, ko'z, til, hamma a'zolarimiz biyadillahi subhanahu va taolo. Ana shu yakkigona Alloh subhanahu va taolo. Shu Robbimizning qo'lida qadrli qarindoshlar. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tuzillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Ana shu Robbimizning qo'lida. Maliki egisi shu Robbimiz. Hattoki ayolimiz qadrli qarindoshlar, Allohning qo'lida. Farzandlarimiz Allohning qo'lida. Shuning uchun Imom Sha'rani deydiki rahimahulloh, ana a'rifu maqami indallohi, ana a'rifu maqami inda Robbi min axloqi zawjati dedi. Men Rabbimning dargohidagi maqomimning, o'rnimning, manzilim, mening qanda o'rnim bor ekanligini ayolimning axloqidan bilaman deb shuna dedi.
Ayolimning axloqidan bilmadim. Nima degan inchik so'z o'ylab boqaylar bu. Hamma narsa Allohning qo'lida. Bir kunda qaraysizki, qarasangiz ayolingiz farishta bo'lib ketgan. Shunchalik gap anglayotgan, shunchalik tatliq so'zlayotgan. Ha, shunchalik farishta sifatib ketgan, osmondan tushib qolgan farishta. Ah, maşallah, ajab bir to'y qildim. Ah, baxtim chiqib deb shunda baxtni chiqib ketasiz. Yana bir kuni qaraysizki, qaysi shum soat tunishib qolgan bo'ldim deb. Qandaq bir shum soat tunishib qilib, buning bilan to'y qilib qolgan bo'lishim deb ketasiz. O'ylab boqing. Qalbi kimning qo'lida? Ana shu Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaning qo'lida. Rabbimiz Allohning qo'lida, qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik. Sahobalarning davridan bo'liqliki bu. Özünü agarda ayolidan yoki hatto uloqlardan yemasa, o'zining uliq har kun normal menayotgan eti yoki boshqa hayvoni agar to'ygisi bir narsa normal turayotgan chiqchangishib chiqilib qo'ymasa, darhol o'zini tekshiraydi. Ya to'xta, men bir jinoyat qildimmi, nima, men bir gunoh qilib soldimmi, nima deb. O'ylab boqaylik. Butun atrofimizdagi hamma narsa Allohning qo'lida, qadrli qarindoshlar. Hatto farzandlarimiz, bolalarimiz ularning halimi o'pmoqchi Rabbimizning. Tijoratchi, tijoratga xaridorlari, dukuningiz, xizmat ishlayotgan bo'lsangiz, xizmatdagi doirada ishlayotgan yeringizga boshliqingiz, sizning agash kuchlaringiz, hatto siz minayotgan mashinadan tortib yurgan zamoningiz sa'singiz, hamma narsangiz. Ha? Mana mushularning hammasini sizga shularni berayotgan Rabbingizni agar shu bugun kunda misolga olsak, bugun kunda ishlayotgan mashinangiz, telefoningiz, bu narsangizni siz agarda uning yasag'uvchisini maqtab, uning yasag'uvchisiga hayron qilib, buni ato qilgan Rabbingiz shuni yasag'uvchisiga, shuni yasagan, ijod qilgan kishiga shu aqlni bergan, shu kuch-quvvatni bergan Rabbingizni unutib qolsangiz, Alloh subhanahu va taolani aslamasangiz, u sizning ishinib ketgan pachchat mashinangizni sizni yo'lda taqib qo'yadi. Tashlab qo'yaverdi sizni. Hammasi Allohning qo'lida. Hammasi Allohning qo'lida. Butun ish Allohning qo'lida, qadrli qarindoshlar. Ha? Butun yer tavrash, hatto mikroblardan tortib, mikrob hammasi Alloh subhanahu va taolaning qo'lida. Aba yuqorida biroz oldin so'zlab o'tdik. Dunyoning beshini og'irtayotgan bugun kundagi aydiz mikrobi va undan boshqa nurg'un rak kasallik mikroblari. Dunyo bugun davo topolmayotgan, dori topolmayotgan bu narsaning bu necha ming asr cho'ngaysin andin inson ko'zi ko'radi. Inson ko'zi bilan ko'rish mumkin emas. Shunchalik kichik ko'z kelmaydigan narsa. Ana shu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam la adva dedi. Kasal yuqish yo'q dedi. Kesel yuqish yo'q dedi. Lekin bu yerda aminatda hayotimizda yashayotimiz, yuqumliq kasallaydigan bir uqum, bir narsa mavjud. Bu hadisning mazmuni nima degan gap? Bu hadisni qanday tushunishimiz kerak? Ya'ni bu hadis bizga nimani tushundirmoqchi? Ey inson, hargiz va hargiz sen kasalni palani Ahmadga, Samatga, Mehmetga nisbat bermagan degan uqumni bizga tushundirmoqchi. Aminatda yuqumliq kasal Alloh xolis yuqidi u. Sen herkes keselni sana bir narsa yuqqan bo'lsa, sen bu Ahmet, Samat, Mehmet bana yuqtirib qo'ydi deb keselni sen herkes insonga nisbat berishdan hazar aylagan deganda tushundim. Rasululloh la adva deganda buni demoqchi. Ha? Buni demoqchi. Herkes insonga nisbat berishdan hazar aylagan. Keselni Allohga nisbat bersan. Agar Alloh subhanahu va taolo palonida ba, Ahmet, Samat, Mehmet'te ba keselni sana mesela yuqtirishni qalsa, sana bir mikrobini sana ütüp qalgan taqdirda şu mikrop, şu jursum, şu jarasim, şu mikroblar sening badaningda ta'sir ko'rsatishga Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo izin bersa, ruxsat bersa senda kasal paydo bo'ladi. Ruxsat bermasa zarrachilik ish qilmaydi u. Qilchilik ta'sir ko'rsatmaydi sana. Shuning uchun Rasululloh la adva, kasal yuqish degan narsa yo'q degan. Nima demoqchi? Ana buni demoqchi, insonga nisbat berishni hazar aylagan. Palani yo'qdir, hech nima kelmaydi uning qo'ldan, palanining pistonning qo'ldan hech nima kelmaydi, xotiringni jam qil.